farasidan 17 Pro Maximni ko'rinishi hech narsa emas. Даже farani o'zi Zvyozniy nebo bo'yapti. Mana Rolls-Royce bashara nomi tillarda doston bo'layotgan mashina Zeekr 9X ISL skalatga tayyor kelib qoldi. Buni narxi zo'r, hammasidan ham narxini eng qimmati nechta pul ko'rdingiz? Hamma har xil narx qo'yapti, lekin men sizlarga juda ham bir manfaatli narx qo'yib beraman. Xo'p, Zeekr 9X mashinasi 2025 besprovod yangi mashina, bu ultra versiyasi, 55 kilovatlik batareya bilan jihozlangan, 898 ta ot kuchlik, 308 sekund tezga chiqadi. Qoraga oq salonli. Xo'p, mashina polniy full, faqat orqa sidinasi joyida aylanmaydi. $1800 turadi o'sha narsa. Qolgan hamma dop opsiyasi qo'shilgan. Mashinani uzunligini qaranglar. Xullas, tahodan tasavvur qilish uchun bir qarish uzun ekan. Mashinani oldidan ko'rsanglar juda ham haybatli, bahaybat mashina. Pnevma podveska, Michelin balon, birinchi tormozli sistemali, elektronik parog, lidar, avtodver, hamma narsasi bor. Knopkani bitta bosasiz, ochiladi, biskvitchoy, slipoy, 720 graduslik kamera, 720 graduslik kamera degani bu tagini ham ko'rsatadi degani. Polniy full Naim akustika, Bentley Naim akustika, akustikaslikka haqiqatda yorib o'rgangan. Xidab ikkitalar monitor, xolodilnik, hamma narsa bor. Besprovod mashina akalar. Mana orqasini ham ko'ringlar buni. Разделный kapitanskiy sidiniyalik va monitori ham borib keladi. Xullas, mashina polniy full. Mana fantommi nima deydi, o'sha mashinaga o'xshaydi. 7 kilovatlik zaryadniklarigacha bor. Mana bunisini ham bosasizlar mana. Bir xil, mana bunisi yotadi. 7 kilovatlik original zaryad, ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi mana knopkani bitta o'zini bossanglar, ikkalasi ham birga yopiladi. Mashina haqiqatda zo'r, sotib olishga tayyor. Xullas, mashinaning narxi 125.500 polniy под ключ. Bir kunda nomingizga chiqadi, 10 kun biznomer haydab yursangiz bo'ladi, mashina nomingizga chiqadi. Tayyor ISLda turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda raqam qo'yaman, baraka qilib olinglar. 125.500 qilib beramiz mashinaning narxini. Polniy full mashina, bosinglar.